Agar halim yaxshi ko'rsangiz, ekran oldiga yaqinroq keling, chunki uy sharoitida bugun halim qilamiz. 2 cho'mich o'simlik yog'iga 3 ta o'rtacha piyozni to'g'rab solamiz va qizartirib qovurib olamiz. Taxminan 2 kilodan oshiqroq suyeli go'sht ishlatdim. Go'shtlarni ham qizartirib qovurib olamiz. O'shanda halimimizning rangi to'qroq chiqadi va ustidan 2 soat ivitilgan halim bug'doyini solib, to'ldirib qozonga suv solamiz va baland olovda qaynatib olamiz. Qaynab chiqqandan keyin olovni past qilib pasaytirib, halimimizni qaynatishda davom etamiz. Halim 18 soat pishadi. Orada o'chirib pishirsanglar ham bo'ladi. Misol uchun men sahargacha 4gacha qaynatdim va ertalab 8 da turib yana yoqib qo'ydim. 12 soat qaynaganidan keyin suyelari ajralishni boshlaydi. Mana osongina o'zi suyelari ajrab chiqqan bo'ladi. Kapkir yordamida sekin-sekin tervalasizlar. Go'shtlarim suyeli bo'lgani uchun ancha-muncha suya ajratib oldim. Mana ko'ryapsizlar, oson ajrab ketgan. Ili suya solsanglar yana ham foydali, mazali bo'ladi. Endi qolgan lahm go'shtlarimiz ham titilishni boshlaydi 13-14 soatda. Qozon chetiga ishqalab go'shtlarni titib olamiz. Go'sht titilishni boshlaganidan keyin har yarim soatda mana shunaqa yaxshilab aralashtirib, go'shtlarni ezib turasizlar. 17 soat уже halim pishib ezilib bo'lgandan keyin oxirgi 1 soatida olov